Bir xil rangdagi uylar challenge. Qani ketdik. Qizlar, xavotir olmanglar. Men hammasiga buyurtma berganman. Mana bizning yetkazib berishimiz ham keldi. Zo'r. Qutilarni ochib, uylarimizni tayyorlashni boshlaymiz. Voy, bu nima? Mening hududimda kalamush bormi? Mike, buni tozalab tashla, iltimos. Endi ancha yaxshi bo'ldi. Voy, bu kalamush yoqimtoy ko'rinadi. Menda chang juda ko'p ekan. Hamma o'z uyi bilan bandligini ko'ryapman. Nima qilishni allaqachon bilaman. Voy, Emma, kechirasan. Emma, tinchlan. Yaxshi, senga shirinlik beraman. Menda ajoyib g'oya bor. Shunga qaranglar. Zo'r. Xo'sh, bu yerdan ket. Bu mening uyim. Endi buni ko'k rangga bo'yayman. Mana bo'ldi. Bu tomga qaranglar. Zo'r. U yerda ham biroz bezatish ishlarini qilamiz. Bu mening zo'r mashinalarim uchun poyga yo'li. Bu yerga esa bayroq qo'yishimiz mumkin. Bu yerda kim yashashini hamma bilishi uchun. Voy, menga hech narsa qilgani yo'q. Shunchaki uy atrofida sariq xatchoplar qo'ymoqchi edim, lekin o'xshamadi. Yana urinib ko'ramiz. Endi ancha yaxshi bo'ldi. Endi sharni shishirishim kerak. Qani boshladik. Men dunyodagi eng chiroyli uyni yaratmoqchiman. Voy, bu qayerdan keldi? Mary, bu sening sharmingmi? Mary, uying juda chiroyli ekan. Emma, Maryning uyini ko'rdingmi? Bolalar uylarini bezatib bo'lishibdi. Men nima qilishim kerak? Aytgancha, qutimda pushti gilamcha bor edi. Voy, tezroq bo'lsa-chi? Voy, barmog'im. Men o'ylaganchalik oson emas ekan. Lekin menga yordam bera oladigan odamni bilaman. Quruvchilar hamma narsani qila olishadi, to'g'rimi? Salom, menga yordam bera olasizlarmi? Ajoyib. Nega oldinroq sizlarga qo'ng'iroq qilishni o'ylamagan ekanman-a? Bu ancha tezroq bo'lar ekan. Voy, qanday yoqimtoy yurakcha. Ajoyib. Sizlarga pul to'lashim kerak. Menda pul ko'p. Mana, olinglar. Xayr. Uyim sizga yoqdimi? Zo'rmi? Qanday mazali banan. To'xtang. Buni maysazorimga ekib, banan daraxtini o'stirishim mumkin. Qaranglar. Banan daraxtim allaqachon o'sibdi. Juda ishtahani ochar darajada ko'rinyapti. Bu yerga esa dam olib, quyoshda toblanishim mumkin. Shlyapa va katta mazali kokteyl. Ajoyib. What? Voy, Maryning maysazorida banan o'sibdi. Men esa juda ochman. Xo'sh, bir daqiqa. Menda ajoyib g'oya bor. Basketbol maydonchasi qursam bo'ladi. Bu yerga juda mazza qilaman. Axir men professional basketbolchiman. Hatto 3 ta jamoadan 3-o'rinni olgan turnirlarga ham taklif qilinganman. Mana o'sha mashhur zarba. Emma, kechirasan? To'pni menga otib yubora olasanmi? Nima? Buni qanday qilding? Maysazordagi belanchakni yig'ishim kerak. Unchalik qiyin emas shekilli. Voy, uddaladim. Juda zo'r. Sevimli o'yinchog'imni unda uchiraman. Bu yerga esa mening yoqimtoy pochta qutim turadi. Uni yanada chiroyli qilish uchun yoqimtoy stikerlar yetishmayapti. U yerda nima qilyapti? Mike nima qilyapti? To'xtang. Qani, ko'raylikchi. Men ham pochta qutisi xohlayman. Hozirgina miyamga bir g'oya keldi. Bu oddiy sariq qutini ajoyib narsaga aylantiraman.
U yerda gullar bo'ladi. Chiroyli. Nima? Qizlar pochta qutilarini yasashdimi? Men ham xohlayman. Bu ko'k quti biroz zerikarli ko'rinyapti, lekin menda g'oya bor. Unga dinozavr qo'yamiz. Zo'r. Salom pochtachi, menga xat olib keldingizmi? Voy, bu Afrikadanmi? Rahmat. Yordam berganimdan xursandman. Sizga ham bir narsa bor, janob. Mana, voy! Pochta qutingiz tishlab oldi. Bu sizga kulgili tuyulyaptimi? Unday bo'lsa, sizga xat yo'q. Xo'sh, bu go'zal ayol kim ekan? Ajoyib ko'rinyapsiz. Juda go'zalsiz. Sizga go'zallik qirolichasiga xat bor. Voy, rahmat. Keyingi safar ehtiyot bo'ling. Hamma maysazorlarni bezatishga ulgurganini ko'ryapman. Endi uylaringizning ichini bezatish vaqti keldi. Voy, Mike, nima qilyapsan? Uyimning ichini ko'k rangga bo'yayman. Zo'r. Polga esa ko'k rangli yumshoq gilamcha to'shaymiz. Yana nima qilsam ekan? To'g'ri. Barcha qurollarim va o'yinchoqlarim uchun javon kerak. Ular bu yerda juda zo'r ko'rinadi. Ajoyib. Hagi-vagi, o'yinchoqlarimni qo'riqla. Endi devorlarga yaqinda Minecraftda topgan bir nechta olmoslarimni yopishtirishim kerak. Dinamitli stol. Ajoyib. Yangi uy hayvonim, kalamush uchun joy kerak. Unga Jack deb nom beraman. O'zimizga o'yin maydonchasi qilamiz. Zo'r. Juda ajoyib bo'ldi. Voy, Mike xonasini juda zo'r bezatibdi. Men ham shunga o'xshash narsa qilishim kerak, lekin o'z uslubimda. Avval devorlardan boshlaymiz. Menga bu yerda ko'proq pushti rang kerak. Pushti tirnoq bo'yog'im esa bunga yordam beradi. Mana bo'ldi. Hammasi men xohlagandek ko'rinishga keldi. Zo'r. Endi esa bir nechta pushti bulutlar va yigitim bilan tushgan rasmlarimiz. Qani boshladik. Birga juda yoqimtoy ko'rinamiz. Bu yerga stol juda mos tushadi. Va mening yoqimtoy bezaklarim. Musiqa hech qachon zarar qilmaydi. Bu yerga sochimni tarab, qo'shiq aytaman. Zo'r! Ajoyib. Mana mening mushugim ham keldi. Voy, sen dunyodagi eng ajoyib mushuksan. Seni yaxshi ko'raman. Hamma xonalarini bezatib bo'libdi. Men esa hali yo'qmi? Buni darhol o'zgartirish kerak. Devorlarni sevimli sariq rangimga bo'yashim kerak. Xonam quyoshli bo'lishini xohlayman. Shunda har doim issiq va ijobiy kayfiyat bo'ladi. Voy, juda chiroyli bo'ldi. Endi esa davom etamiz. Menga qum kerak, shunda o'zimni plajdagidek his qilaman. Zo'r! Va mening yoqimtoy o'rdakcham. Sen devorga osilasan. Mana mening sevimli o'yinchoqlarim javoni. Hammaga salom, sizlarni yaxshi ko'raman. Bu burchakda esa rasm chizishim mumkin. Va ukulelemda chalishim mumkin. Bu rasm esa aynan shu yerda juda zo'r ko'rinadi. Shunga qaranglar. Bu men va kuchugim Jerryning rasmi. Jerry vov degin. U juda yoqimtoy. Mana sening joying do'stim. Jerry, suyak xohlaysanmi? Suyak xohlaysanmi? Mana ol. Aqlli kuchukcha. Bu uylar shunchaki ajoyib.
Xo'sh, hamma axlatdan qutulishim kerak. U chiroyli bo'lishini xohlayman. Banan po'sti. Wow! Buni qarang. Endi esa uni sevimli qizil rangimga bo'yamoqchiman. Zo'r! Yangi uyimdan juda xursandman. Bu qalamlar yordamida unga ajoyib derazalar yasayman. Maysazorim uchun ham ajoyib g'oyam bor. Bu kartalarni bo'yayman va xohlagan paytim ular bilan o'ynashim mumkin. Bunga qarang. Bu o'yinni yaxshi ko'raman. Juda qiziqarli. Xo'sh, davom etamiz. O'simligimga suv quyishim kerak. Qo'yil! Endi daraxtim bor. Ha, uyim shunchaki dahshat. Men ham uyimni bezataman. Yordamingiz juda zarur. Salom xonim. Pushti rangga nima deysiz? Yo'q, tilla rang yaxshiroq. Bu siz uchun emas, uyim uchun. Iltimos, tilla rang qiling. O, tushunarli xonim. Boshladim. Birinchi navbatda bu tillani gorelka yordamida eritishimiz kerak. Endi esa tomni bo'yaymiz. Juda chiroyli bo'ladi. Endi uni bu tilla quymalar bilan bezatamiz. O'zim qilaman. Qo'yil. Aql bovar qilmaydi. Menga juda yoqdi. Ha, katta rahmat. Shoshmang. Sizga qaysi biri ko'proq yoqadi? Tilla rang albatta. Mana bu qizili. Pul daraxti. Menga yoqadi. Tushundim, xonim. Endi hammasi orzuyingizdagidek tayyor bo'ladi. Ajoyib. Yetadi. Hammasidan mamnunman. Xo'sh, yaxshi xonim. Nihoyat yangi uyimdan zavqlana olaman. Lekin hududimda asabga tegadigan qo'shnilarni xohlamayman. Xo'sh, ancha yaxshi. Menga mumkin emasmi? Xo'sh, uyning ichini qanday bezatishni tezda o'ylab topishimiz kerak. Shoshmang. Qog'ozlar va muz qaymoq. Rahmat. Bu vijon, ko'zguyingizni olib turaman, xo'pmi? Iltimos. Ketdik. Bu yo'l belgisi menga aniq kerak. Va bir nechta kola idishlari. Zo'r. U nima qilyapti o'zi? Bu ajoyib narsalardan stol, sevimli kamalak paypoqlarimdan esa yostiq yasayman. Hidi zo'r. Endi esa 3, 2, 1 va ser yuz beradi. Voila! Menga yoqdi. Bunga qarang. Endi javonimiz bor. O'simligim. Bu menga yoqadi. Nima? Devorlarimni kim bunday qildi? Lekin buni qanday to'g'rilashni bilaman. Stikerlarni o'zim bilan olib yurganim bejiz emas. Ulardan yurakcha yasayman. Juda yoqimtoy emasmi?
Naryoqdagi devorda esa ko'zgu uchun joy bor. Wow! Yaxshiyam flomasterim bor ekan. Endi o'zimga javonlar chizib olishim kerak. Ularni ochib, ichida narsalarni saqlash mumkin. Va, ayiqcham! Ajoyib! Uyimni yaxshi ko'raman. Shoshmang. Endi yaxshiroq. O'zimni malikalardek his qilishim uchun mana bu toj. Salom oliy hazratlari. Hoy! Bu nima? Britni, bu kulgili emas. Men bo'yib malikaga aylanaman. Xo'sh, uyim ham qulaylikni yoqtiradi. Shuning uchun birinchi navbatda dam olish uchun yumshoq gilamcha to'shayman. Derazalarni esa tilla pardalar bilan bezataman. Zo'r. Sevimli so'zim. Voy! Menga yoqadi. Xo'sh, kiyimlarimni joylash vaqti keldi. Ha, kiyimlarim uchun menga aniq ko'p joy kerak. Bu tuflilarga qarang va albatta tojimga. Rasmimga qarang. Bu eng sevimlilarimdan biri. Bu esa yigitim bilan tushgan rasmim. Hamma kosmetikam shu yerda. Biroz pardoz qilib olamiz. Aql bovar qilmaydi. Selfie tushib, Jane'ga yuborishim kerak. Shoshmang. Mana bo'ldi. Bu nima? Britni uyni jihozlabdimi? Xo'sh. Jane u yerda nima qilyapti? U choy ichyapti. Shuni qiziqarli deydimi? Bazm uyushtirish ancha zo'r. Salom xonim. Bazmingizni jon deb tashkillashtirib beraman. Bu tilla sharlar va disko shari sizga qanday yoqdi? Xavotir olmang. Musiqangiz uchun professional DJ yollaganman. Yomon emas. Rahmat, menga yoqdi. Albatta, bunisi yaxshiroq. Xo'sh, mayli. Salom do'stim, bazmimga kel. Buncha shovqin. Salom qo'riqlash xizmati, qo'shnimning musiqasi juda baland. Iltimos, tezroq keling. Bunga qarang. Bu qonuniymi? 1 daqiqa. Hozir hal qilamiz. Bu nima shovqin? Salom. Baland musiqa mumkin emasmi? Tinchlaning. Pulga nima deysiz? Bizga qo'shilishni xohlaysizmi? Wow! Rahmat! Hamma raqsga tushyapti. Shoshmang, bu chatoq bo'ldi. Meni taklif qilishmadi. Bu nima? Olov? Qochinglar! Yo'q! Xavotir olmang, menda o't o'chirgich bor. Rahmat senga, Jane. Meni kechir iltimos. Do'st bo'lamiz. Ura! Rahmat. Arzimaydi. Kuryerim keldi. Men borib olaman. Salom. Mana pulingiz. Bunisi esa meniki. Rahmat. Qani nima kelganini ko'raylik. Voy, ulkan yog'och taxtalar. Mayli, ehtiyot bo'laman. Yo'q, shekilli ehtiyot bo'la olmadim. Bir narsa topdim. Bu ham karavotimning bir qismiga o'xshaydi. Va drill. Bu juda ajoyib. Qani boshladik. Zo'r.
Mening eng chiroyli karavotim bo'ladi. Dadajonim asboblardan foydalanishni bejiz o'rgatmaganlar. Mana ajoyib karavotimni yig'ib deyarli tugatdim. Xo'sh. Nima? O'sha kambag'alning xonasi menikinidan yaxshiroq bo'lishi mumkin emas. Men ham o'zimga orzuyimdagi xonani buyurtma qilaman. Oh, mana mening buyurtmam ham keldi. Xayrli kun. Mana pulingiz. Xona yo'lakning oxirida, 3-eshik. Oh, eng zo'r xonani kutyapman. Ko'rdingizmi, Meri? Mening xonam bir necha soniyada tayyor bo'ldi. Faqat o'yinchoqlarimga ehtiyot bo'ling. Ular men uchun juda qadrli. Oh, ha, mana bu boshqa gap. Mening go'zal rasmlarim juda ajoyib. Xo'sh, xayr. Xonam tartibga keltirildi va men bu yerda yashashga tayyorman. Xonam biroz bo'sh ko'rinyapti. Ajoyib g'oya keldi. Menga mana shu kamalak rang pardalar kerak. Kuting. Bu mening xonamda ham chiroyli ko'rinadi. Devorlarni bezatishim kerak va menda ajoyib g'oya bor. Mana bo'ldi. Ryukzagimda bir narsa bor edi. Qarang, qaychi va karton. Endi esa chiroyli gul qolipi tayyor. Menda bo'yoq bor. Endi nima qilishimni bilasizmi? Butun devorga rasm chizaman. Eng sevimli mo'yqalamimdan foydalanaman. Ko'rdingizmi? Bu unchalik qiyin emas va ancha chiroyli ko'rinyapti. Menga juda yoqdi. Oh, u bu gullar bilan nimaga umid qilyapti? Yana bir ajoyib g'oya. Bu yerda nima bor ekan? Bo'sh muzqaymoq tayoqchalari. Ulardan har xil ajoyib narsalar uchun ajoyib javon yasasa bo'ladi. Zo'r! Xonam hozirdanoq chiroyli ko'rinyapti, lekin keyingisi nima? Voy! Paypoqlar! Bizga ulardan ko'proq kerak. Mana bu ancha yaxshi. Ularning qanchalik rang-barang va ajoyibligini qarang. Nimadir yetishmayapti. Oha! Paypoqlarimdan ulkan gilamcha yasayman. Ajoyib! U biroz qattiq ekan. Bingo! Butun xona uchun o'zimga gamak yasayman. Juda mustahkam bo'lishi uchun uni mahkam bog'layman. Voy! Salom, Emma. Nima? Yo'q. Salom qizlar, mening xonamga mehmonga kelinglar. Ana ular kelishdi. Men yugurdim. Salom Rachel va Jessica. Sizlarni kambag'al qo'shni Meri bilan tanishtirmoqchiman. Mayli, u bilan salomlashishingiz shart emas. Sizlarga ajoyib xonamni ko'rsataman va birga vaqt o'tkazamiz. Haqiqatan ham ajoyib ko'rinyapti. Meriga esa bu yerda joy yo'q. Xonamga yaqinlashmang ham. Nima? Mayli. Sizlarsiz ham o'zimga mashg'ulot topaman. Bu taxtachadan foydalansam bo'lar ekan. Qani uni olaylik. Xo'sh, bu yerda yana nima bor? Coca-Cola shishasi. Ichida nima bor? Oha, bu menga kerak bo'ladi. Mana yana uyimga qaytdim. Coca-Cola shishalarini bu yerga qo'yishim kerak va bundan stol sifatida foydalanaman. Uning ustiga esa kichkina ayiqchamni qo'yaman. Albatta, konfetlar ham. Kim ham uni yoqtirmaydi? Nima? U nega xursand? Mayli qizlar, endi karaokeni eng baland ovozga qo'yamiz. Nima? Juda baland. Uni qanday o'chiramiz? Nima qilishni bilaman. Ular meni aqldan ozdirishyapti. Qorovul, iltimos yordam bering. Xonadoshim juda shovqinli bazm qilyapti. Buni hozir hal qilamiz.
Qizlar, nima qilyapsizlar? Shovqin qilish mumkin emas. Nima? Uzr, lekin sizga yordam bera olmayman. Nima? Mayli, o'zim bir ilojini qilaman. Menda g'oya bor. Sharni oldim. Keling, uni damlab, shiftga yopishtiramiz. Emmaning do'stlari mening xonamga kelishni xohlashadi. Disk ham ajoyib nur qaytaruvchi bo'la oladi. Bu mening disko sharim uchun ajoyib bo'ladi. Dahshat! Awesome! Voy, ajoyib! Cool! Va biroz baland musiqa. Qani raqsga tushamiz ayiqcha. Nimalar bo'lyapti? Yana bir bazmmi? Emma, uzr, lekin biz xonadoshingning xonasiga ketyapmiz. Salom Meri, qani raqsga tushamiz. Ular meni tashlab ketishdimi? Mening manikyurim bunchalik chiroyli bo'lmasa, bu nima o'zi? Meri, qutqaring! Bu yerda sichqon bor. Nima? Nima? Mayli, hozir buni hal qilaman. Qarang, bunchalik yoqimtoy. Uni o'zimda olib qolaman. Zerikmasligim uchun uy hayvoni bo'lishini xohlayotgandim. Hatto unga qanday qilib ajoyib karton uy yasashni ham bilaman. Bo'laklarni kesib olamiz va ajoyib uy yasaymiz. Derazalarga albatta parda kerak bo'ladi. Va ism yozilgan taxtacha. Sening isming Mikki bo'ladi. Uyga kir azizim. Endi sen mening eng yaqin do'stimsan. Juda yoqimtoy. Menga ham uy hayvoni kerak. Biror narsa o'ylab topaylik. Menga dunyodagi eng yoqimtoy uy hayvoni kerak. Mana mening yangi do'stim. Do'stim qani? Barcha kuchukchalarning malikasi bo'lgan bu yoqimtoyni qarang. Sening isming Fibi bo'ladi. Men sening yeni egangman. Xo'sh, Nice! men kabi chiroyli bo'lishing uchun sochlaringni tarab qo'yaman. Va bir nechta aksessuarlardan foydalansak bo'ladi. Voy, juda qimmatbaho ko'rinyapsan. Mana senga shirinlik, yegin qizim. Mikkiga haqiqatan ham Fibi yoqib qoldimi? Bu haqiqiy sevgi. Yo'q, unday qila olmaysiz. Ular birga bo'lishlari kerak. To'xtang, Fibi, u yerga borma. Mikki, to'xta! Yo'q. Mening Mikkimga sening Fibing yoqib qolgan ko'rinadi. Bu qiziq.